Assalomu alaykum do'stlar. 2026-yil 12-aprel sanasida xudo xolasa o'ringlar meva qilmadi deganlarga mana xudo xolasa o'ringlarimiz meva qilgan. Biz o'zimizni tilda aytganda qilich o'ri deyiladi. O inglizlar aytadigan nimasida bu nomi vendor kod deyiladi. Mana mevasini qilganini qarang, olgan. Ko'rsatib qo'yman. Qizarib уже xudo xolasa katta-katta bo'lib qoldi. Faqat bir tutda emas, mana qolganlarini ham ko'rsatib qo'ying, meva qilganini. Mana olganini qarang. Xudo xolasa sovib ketdi deganlarga mana. Maqsad buni reklama qilish, buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Bizga aloqaga chiqaverasa, faqat sizlarga zo'rdan zo'rini tavsiya qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana o'riyni qaranglar, mana. Yoshi 4 yosh o'riylarimiz. Keyingi usulida ekilgan 4 ga 3 qilib, mana Tailand kapelnistalarni ko'rsatib, faqat kapelnistada suv ichadi bular. Ariqdan oqma suvdan ichmaydi mana. O'riylarimiz xudo xolasa mana yirik katta-katta danaga qatganmi, qatmaganmi bilib beraman. Danaga hali qatmadi. Mazasi ham zo'r bor. Buni mevalari kerak bo'lsa ham bizga aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.